Assalomu alaykum. Azizlar, ko'ksartiruzda, beli og'riganda, grejasi borlar, malitas qimirlashi qiyin bo'lib qoladi. Ko'ksartiruz bo'lganlar o'zi ko'pincha poложениеda ham unaqa ko'p o'tira olmaydi, или umuman o'tira olmaydi. O'shanda zo'r mashq qilishga harakat qilib ko'ringlar. Mana shu holatda o'tirib, mana dumba bilan surilib yurasizlar. Ko'rasizlar, qo'limni ko'tarib ko'rsataman. Oldinga, keyin mana orqaga. Ko'rasizlar? 3 ta podxoddan kamida 2 metr, 3 metrga yurish kerak. Borib kelish kerak, bir pas dam olasizlar, borib kelasizlar, bir pas dam olasizlar, borib kelasizlar. Ta'zir zo'r qiyish harakatini oshirib beradi. Inshaalloh foydali bo'lsin. Agar kimda kim shu harakatni qila olmasa yoki bir oyog'i kalta bo'lib to'g'rilanishi qiyin bo'ladigan bo'lsa, ko'ksartiruzda uy sharoitida qila olmasanglar, kelsanglar, mana shu yerda to'g'rilab beramiz. Salomat bo'ling.